Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Hurmatli tinglovchi, bugun siz bilan tushkunlik mavzusida suhbat olib bormoqchiman. Odatda ko'pchilik insonlarda tushkunlik his tuyg'usi tez-tez uchraydi. Xo'sh, nima uchun insonlar tushkunlikka tushib qolishadi? Buning sababi nimada? Tushkunlikning bir nechta sabablari bor. Eng asosiy sabablardan biri bu insonning bu dunyoga bog'lanishligi. Agarda insonda bu dunyoga nisbatan qanchalik bog'liqlik kuchaygani sari insonda tushkunlik holati shu tobora ko'payib boradi. Ya'ni bunga misol keltiradigan bo'lsak, bu dunyoga deganimizda misol uchun insonlarga bog'liqlik. Odatda o'sha insonlarga bo'lgan haddan ortiq bog'liqlik ham insonlarni tushkunlikka tushib qolishiga sabab bo'ladi. Misol uchun, ayol kishi turmush o'rtog'iga haddan ortiq bog'lanishni boshlasa, unda tez orada o'sha tushkunlik holatlari kuzatilishni boshlaydi. Undan tashqari, bu dunyoga bog'liqlik yana nimalar bo'lishi mumkin? Moddiyat, pul, boylik. Agarda inson haddan ortiq mana shu o'zini baxtini pulda, boylikda deb hisoblashni boshlasa, ishoning aynan mana shunday holatlarda ham inson qalbi pulga, boylikka bog'lanib qoladida va mana shu qalbda birinchi o'ringa mol dunyo birinchi o'rinda bo'lishni boshladimi, уже bo'ldi, inson tushkunlikka tushishni boshlaydi. Ba'zi bir insonlarda esa farzandlarga nisbatan ham kuchli bog'liqlik bo'lishi mumkin. Farzandlarga nisbatan kuchli bog'liqlik natijasida ham inson tushkunlikka tushishni boshlaydi. U insonning xavotirlari ko'payishni boshlaydi. Yana shu bilan birgalikda, agarda insonda o'ziga nisbatan norozichiliklari ko'paysa ham, aynan mana shu inson ko'proq tushkunlikka tushishni boshlaydi. Xo'sh, tushkunlikdan chiqishlik uchun nima qilish kerak? Eng birinchi navbatda tushkunlikdan chiqishlik uchun inson shuni anglab yetishi kerakki, qalbimizda bizani, demak, mol dunyo ham, insonlar ham, bizani bola chaqamiz ham hech narsa, demak, birinchi o'ringa chiqmasligi kerak. Bizani qalbimizda birinchi o'rinda Alloh bo'lishi kerak. Agarda sizni qalbingizda birinchi o'rinda Alloh bo'ladigan bo'lsa, ishoning, sizda deyarli tushkunlik holati uchramaydi. Chunki qalb faqat Allohga bog'langan. Tushunyapsiz-a? Va qalb Allohga bog'langani sari bu dunyoning o'tkinchi hoy-havasi deydimi, bu dunyodagi o'tkinchi vaziyatlar uchun inson endi siqilmaydi, tushkunlikka tushmaydi. Chunki abadiy bo'lgan Allohga ishonadi, abadiyatga ishonadi. Agarda siz tasavvur qilib ko'ring, misol uchun hozir sizda juda ham qiyin vaziyat bo'lishi mumkin. Bu sizni juda ham tushkunlikka tushirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana shu vaziyat nima deb o'ylaysiz? 100 yil davom etadimi? Yo'q, albatta. Bu vaziyat kamida 5 yildan so'ng, 10 yildan so'ng sizni hozirgi darajada qiziqtirmay qo'yishi mumkin. Ya'niki har bir vaziyat bizning hayotimizda o'tkinchi. Hech bir vaziyat sizning hayotingizda butun umr davom eta olmaydi. Har qanday vaziyat o'tkinchi. Xo'sh, har bir vaziyat o'tkinchi ekan, nimaga inson bu darajada siqilishi kerak? Siz o'zingizga mana shu savolni berib ko'ring. Nimaga men mana shu vaziyat uchun siqilishim kerak? Axir bu dunyo nafaqat vaziyatlar. Bu dunyo aslida o'tkinchi. Mana shu o'tkinchi vaziyatlar uchun men shu darajada siqilishim to'g'rimi? Har bir vaziyat aslida Alloh taolo tomonidan bizga beriladi.
bizani hayotimizni yanayam yaxshilash uchun. Lekin biz odatda tushunmaymiz mana shu vaziyat bizga nima uchun berilganligini va tushunmaganligimiz uchun ham mana shu odatda tushkunlikka tushib qolamiz. Lekin har bir vaziyatni Allohdan ekanligini anglab va bu vaziyat ham o'tkinchi ekanligini anglaganingiz sari siz albattaki asta-sekinlik bilan tushkunlikdan chiqishni boshlaysiz. Mana endi tasavvur qiling, 100 yildan keyin siz bu dunyoda bo'lasizmi? 100 yildan keyin siz bu dunyoda tabiiyki bo'lmaysiz, to'g'rimi? Xo'sh, siz uchun bu dunyoda birinchi o'rinda nima ekan o'ylab ko'ring. Mana shu muammolar siz uchun birinchi o'rinda bo'la oladimi? Yoki sizni ibodatlaringiz birinchi o'rindami? Chunki siz bu dunyodan ketganingizda siz hech bir bu dunyodagi hech narsani o'zingiz bilan birgalikda olib keta olmaysiz, to'g'rimi? Na bir muammolarni, na bir yig'ib qo'ygan mol dunyoyingizni. Siz bilan olib ketadigan narsalaringiz faqat sizning amalingiz bo'ladi, xolos. Xo'sh, demak, mana shu vaziyatda sizni siqilishingizni o'rniga ko'proq qaysi amallarni ko'paytirishingiz kerakligi haqida ko'proq o'ylashga harakat qiling. Undan keyin agarda siz hozir o'zingizni judayam tushkunlikda his qilayotgan bo'lsangiz, mana shu paytda harakat qiling ko'proq minnatdorchilik bildirishga. Ya'ni sizni hayotingizda sizni shukrona keltirishingizga arziydigan nimalar bor. Bir qog'oz qalam olingda hammasini yozib chiqing. Siz shukr qilishingizga arziydigan bu hayotda nimalar bor? Odatda agarda inson tushkunlikka tushib qolsa, doim salbiy narsalar haqida ko'proq fikr yuritadi. Ya'ni bu hayotda u erisha olmagan narsalar haqida o'ylashni boshlaydi. Undan nimalar yo'qligi haqida o'ylashni boshlaydi va ko'proq o'sha mana shunday salbiy narsalar haqida o'ylagan sari u yana ham tushkunlikka tushishni boshlaydi. Lekin siz hozirning o'zida sizni hayotingizda qanday yaxshi narsalar borligi haqida o'ylab ko'ringda va mana shularni qog'ozga tushirishga harakat qiling. Va qanchalik ko'proq siz hayotingizda bor bo'lgan narsalarni yozar ekansiz, ya'ni siz nimalar uchun minnatdor bo'la olishingiz mumkin, sizni holatingiz o'zgarishni boshlaydi. Odatda o'zidan norozi bo'ladigan insonlar ham tez-tez tushkunlikka tushadi. Aynan mana shunday insonlar uchun ham bir maslahat berib o'tmoqchiman. Agarda siz o'zingizdan tez-tez norozi bo'lsangiz, mana shu paytda o'zingizda qanday yaxshi tomonlaringiz bor, mana shularni ham yozib chiqishga harakat qiling. Misol uchun, siz qaysidir ishni qila olmasligingiz mumkin va odatda inson ko'proq nimaga e'tibor beradi? O'zini salbiy tomonlariga ko'proq e'tibor beradi. Bizning miyamiz xuddi mana shunaqa. Ko'proq salbiy narsalarga e'tibor berishga qaratilgan. Xo'sh, mana shu paytning o'zida siz qaysidir ishni eplay olmasangiz, qaysi ishlarni eplay olasiz? Mana shularni ko'proq o'ylang va mana shularni yozib chiqishga harakat qiling. Juda ko'p insonlarda o'zidan norozichilik holatlari uchraydi. Lekin bu o'zidan hadeb norozi bo'lish sizni yana ham tushkunlikka tushirib qo'yadi va sizni holatingizni yana ham yomon tomonga o'zgarishga sabab bo'ladi. Lekin agarda siz tinimsiz ravishda o'zingizdan norozi bo'ladigan bo'lsangiz, bu siz uchun albattaki oldinga ketish uchun emas, sizni orqaga ketib qolishingizga sabab bo'ladi. Ya'niki bu hayotda rivojlana olmaysiz qachonki siz doimiy ravishda o'zingizdan norozi bo'lsangiz. Mana shunday holatda bir narsani esingizda saqlang.
siz hozircha qaysidir ishni sizni qo'lingizdan qaysidir ish kelolmayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu hozircha, tushunyapsiz-a? Sizda hozircha tajriba yetmayapti xolos. Har bir insonni Alloh taolo albatta hamma narsani qila oladigan, mukammal qilib yaratgan. Boshqa bir inson o'sha ishni qila oldimi? Faqatgina hozircha siz qila olmasligingiz mumkin, lekin boshqa inson shu ishni qila olyaptimi? Albatta siz ham qila olasiz. U inson bilan sizning orangizdagi yagona farq bu tajriba. U insonda mana shu tajriba ko'proq, faqat sizda o'sha tajriba kamroq. Tushunyapsiz-a? Demak, boshqa insonlarni o'zingiz bilan solishtirganingizda ularni o'zingizdan ko'ra ustunroq qo'yishingiz bu noto'g'ri. Faqatgina bir narsani anglab yetishingiz kerak, ularda tajriba ko'proq, sizda esa hali u darajada ko'p tajriba yo'q xolos. Yagona farq mana shu. Lekin mana shu farqni ko'pchilik insonlar tushunishmaydi-da va o'zlariga past baho berishadi. Yo'q, ular mendan ko'ra yaxshi, ular zo'r. Aslida unday emas. Aslida hamma inson bir xil yaratilingan. Alloh taolo har bir insonni, demak, mehr muhabbatda mukammal, aziz, qadrli qilib bir xil qilib yaratgan. Demak, doimiy ravishda siz tushkunlikda tushib qolgan bo'lsangiz, shukronalikni ko'paytirishga harakat qilganingiz sari sizni hayotingiz yaxshi tomonga o'zgarishni boshlaydi. Sizni, demak, o'sha ichki holatingiz o'zgarishni boshlaydi va albattaki siz asta-sekinlik bilan tushkunlik holatidan chiqishni boshlaysiz. Agarda siz ko'proq muammolaringizga javob topishni xohlasangiz, yechim topishni xohlasangiz, marhamat, Telegram kanalimga o'tishingiz mumkin. Telegram kanalimda tez-tez bepul jonli suhbatlar bo'lib o'tadi.